8-iyun 25-yil. Buxoro viloyati, Buxoro tumani. Mana bu karnaval. Mana bu karnaval sorti. Mana shunaqa shaklga kirgan. Chiroyli bo'lib. Endi Xudo xohlasa o'sha avgust oylarida pishib qoladi nasib bo'lsa. Mana ustidan setga tortdik. Quyoshdan saqlanish uchun. Mana bularimiz bananas degan sort mana. Bu ham serhosil. Banan bilan ananas ta'mi keladigan uzun. Xo'p, mana. Husayniga o'xshagan sariq bo'ladi, oq uzun, lekin banan bilan ananasning ta'mi sitrusli ta'm keladi. Mana shu bananas. Bu ham Xudo xohlasa o'sha iyulning oxirida pishishi kerak. Mana bananas degan sort. Mana bunimiz Yaponiya seleksiyasi Fuji degan sort. Fuji. Bu ham endi hosilga kiryapti, kech kiryapti. Mana. Endi kiryapti, endi bilmadim. Barglari ham katta-katta ekan. Barglari qalin ekan. Bu Fuji Minori degan sort, Yaponiya seleksiyasi. Hop. Mana bu yoqdagi Amerika kishmishi Jupiter. Mana bu ham o'sha rangga kiryapti, mana o'sha pushti rang bo'lib, mana bu rang kiryapti. Mana bu kishmish, qora kishmish Jupiter. Buni ta'mi ham muskat ta'mi, ligi zemlinika ta'mimi, qanaqadir tropический fruktoviy ta'mi bor buni ham. Mana birinchi hosilida bular. Jupiter degan nomlanadi. Hop. Endi boshqalarni ko'rsatamiz. Mana bular muskatni ta'm Darya. Ukraina seleksiyalari. Mana 2-yil hosili. 2-yil hosili. Darya degan sort. Bu ham qanaqadir tropический fruktoviy ta'miga ega. Bu ham endi nasib bo'lsa shu yerda 1 oylardan, 1,5 oylardan pishib qolsa, keyin yana obzor qilamiz. Mana bu Boris Fen. Ukraina seleksiyasi Boris Fen. Mana. Bu ham rangi chiroyli bo'lib qoladi. Hozir bular hammasi hali xom. Mana shu nomlari ham bor. Qayerda bir nomli? Mana bu yoqda ana. Boris Fen degan. Mana. Mana boshlari mana katta. Bu ham Boris Fen. Xo'p, keyingisi Goldfinger. Yaponiya seleksiyasi 1-yil hosil bergani. Bu ham dunyoda eng shirin uzun bo'lar ekan, 24 Brixdan sal oshiqroq bo'lishi mumkin. Bu ham o'sha Husayniga o'xshagan. Ta'mi karamelli ta'm. Endi Xudo xohlasa bu ham 1,5 oylardan o'sha avgustlarda pishib qolsa, Xudo xohlasa keyin obzor qilib mana beramiz. Mana shular. Bu boshqasi, buni ham qanaqadir limonli ta'mi keladi, sitrusli ta'm keladi, lekin buning nomi yo'q. Buni o'sha nomini o'sha yo'qotib qo'ydik. Lekin bu ham zo'r, mana qarang. Boshlari katta ekanda. Bu ham Xudo xohlasa hammasi o'sha avgustlarda pishib qolsa, keyin degustatsiya qilib tatib ko'rib, hammasini yana nima qilaman.
Mana bunisi Katyusha degan muskatli tam, bu ham Ukraina seleksiyasi. Katyusha degan mana yo'qda yozuvlari ham bor. Katyusha. Ularning rangi kirmabdi. Ularni ham xudo xohlasa keyin obzor qilamiz. Xo'p, mana bular nima ekan? Tak, bu menimcha damskiy palchik bo'lsa kerak. Ha, bu damskiy palchik. Mana bular Juravchik Vishnyovoy, Ukraina seleksiyasi bu ham. Setga usta nima qildik? Quyosh urmaslik uchun. Juravchik Vishnyovoy. Mana Juravchik Vishnyovoy deb yozuvi bor. Xo'p, keyingilari. Mana bu avatarlarimiz, mana. Mana sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Kindiklari bor, avatar. Mana. Endi telefonda bilmadim, endi telefonda qanchalik ko'rinyaptimi yo'q, mana. Kindiklari bor, mana bular avatar. Mana avatar hammasi. Mana bular avatar, mana. Kindiklari ko'rinyapti. Bu yoqda bitta tokda 3 xil sort. Mana bu yonidagi Ukraina seleksiyasi Pompey degan, juda yirik bo'ladigan uzun sorti Pompey. Mana yangi sortlardan biri. Bu Pompey. O'rtadagi avatar. U nari yoqdagini endi nomini ko'rish kerak, bilmadim. Bu boshqa sort. Uni nomi tak. Bu ham Pompey. Bu ham Pompey ekan, ha. Yo'qdagi ham Pompey ekan. Xo'p. Mana bular buba. Hozir bir qo'l bilan ham syomka qilish, ham ko'rsatib berish salgina noqulayroq. Mana bu buba degan sort. Mana yozuvlari ham bor, buba deb. Mana bu Ukraina seleksiyasi buba. Bu ham rangga kirib qolsa, xudo xohlasa keyin o'sha obzor qilib beramiz. Xo'p, keyingilari. Mana bu Aziya rozovый. Buni seleksioneri Kalugin. Viktor Kalugin, mana. Damskiy palchikka o'xshagan uzunchoq bo'ladi, 4-5 sm. Ha, chiroyli uzun. Aziya rozovый. Mana. Aziya rozovый. Bananga o'xshaganda, mana. Shishalib ketgan. Aziya rozovый.